Men xurmoman. Meni ayniqsa Ramazonda saharlik va iftorlikda ko'p yeyishadi. Chunki men tez quvvat beraman, oshqozonga yengilman. Meni odatda 3 dona qilib suv bilan yeyish tavsiya qilinadi. Shunda tanaga tez foydam tegadi. Birodar, xolodilnikda ovqatlar o'yib yotibdi. Biza bo'tda achyotibmiz-u. Mo'g'or bosib ketdi. Birodar, biza pishib ketdik, sen esa keyin yeyman deb yurding. Keyin nega aynidi deysan? Vaqtida yegindi. Birodar, podvoldagilar ham esdan chiqmasin. Biza ham tez aynib qolamiz. Oldin eskisini ye. Keyin yangisini olasan. Haftasiga bir marta xolodilnikni tekshir. Isrof qilma. Undan ko'ra Men guruchman. Agar meni ivitib muzlatkichga qo'ysangiz, zaharli modda bo'lib, sizni zaharlashim mumkin. Meni tezda muzlatkichdan olib chiqing. Men sarimsoqman. Muzlatkichning sovug'i meni jigarga zarar yetkazadigan zaharli moddaga aylantiradi. Meni tezda muzlatkichdan olib chiqing va u yerda saqlamang. Men zanjabilman. Muzlatkichning sovug'i mening yog'larimni oshqozonga hujum qiladigan kuchli og'riq keltirib chiqaradigan moddalarga aylantiradi. Meni tezda muzlatkichdan olib chiqing. Men piyozman. Muzlatkich sovug'i meni tez oksidlab zaharlanishga olib keladigan bakteriyalarni ko'paytiradi. Meni muzlatkich